Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Madurani ozod qiling. Putin Rossiyasi AQShga talab qo'ydi. Donald Trampning yashirin ultimatumi. Maduro nega taslim bo'lmadi? Xitoyda murosa davri tugadi. Uyidan 13 tonna oltin topilgan mulozim o'limga hukm qilindi. Dunyo AQShning Venesuelaga zarbalari va Maduroning qo'lga olinishiga qanday munosabat bildirmoqda? Oyatulloh Ali Xamenei sukutni buzdi. Ko'cha bosimi Tehronni cho'chitdimi? Ukrainaning 2 hududida shoshilinch evakuatsiya boshlandi. Tramp Maduro va rafiqasi qayerdaligini aytdi. Erkaklar orasida eng ko'p tavsiya qilinayotgan vosita Prostamix. 40 mingdan ortiq erkak sinab ko'rdi va natijadan rozi. Quvvatni qaytaradi, charchoqni kamaytiradi, ishonchni mustahkamlaydi. Ta'siri birinchi kursdayoq. Yangi yil aksiyasi, sanatoriya yo'llanmasi va 3 ta smartfon yutib olish imkoniyati. Telefon 55 513 99 99. Hozir buyurtma bering. Madurani ozod qiling. Putin Rossiyasi AQShga talab qo'ydi. Rasmiy Moskva AQShni Venesuela prezidenti va uning rafiqasini ozod qilishga chaqirmoqda. Bu haqdagi bayonot Rossiya Tashqi ishlar vazirligining saytida e'lon qilindi. Venesuela prezidenti Maduro va uning rafiqasi Qo'shma Shtatlarda hibsda saqlanayotgani haqidagi tasdiqlangan xabarlarni inobatga olgan holda, biz Amerika rahbariyatini ushbu pozitsiyani qayta ko'rib chiqishga va Suriya mamlakatining qonuniy saylangan prezidenti va uning rafiqasini ozod qilishga chaqiramiz. Biz Qo'shma Shtatlar va Venesuela o'rtasidagi mavjud muammolarni muloqot orqali hal qilish uchun sharoit yaratish zarurligini ta'kidlaymiz, deyiladi bayonotda. Donald Trampning yashirin ultimatumi. Maduro nega taslim bo'lmadi? Amerika rahbari Donald Tramp taxminan bir hafta oldin Venesuela prezidenti Nikolas Maduro bilan gaplashganini va unga taslim bo'lishni taklif qilganini ma'lum qildi. Biz muzokaralar olib bordik. Men u bilan shaxsan gaplashdim. Unga siz yon berishingiz kerak, taslim bo'lishingiz kerak dedim. U bunga rozi bo'lmadi, dedi Washington ma'muriyati rahbari Fox News telekanali efirida. Bu suhbatlar qachon bo'lgani haqidagi savolga Tramp yaqinda bir hafta oldin deya javob bergan. Ammo oxir-oqibat biz yanada aniqroq, yanada kuchliroq choralar ko'rishimizga to'g'ri keladi deya qo'shimcha qilgan u. Shuningdek, Oq uy rahbari AQShning 3-4 kun oldin Venesuela yetakchisi Maduroni qo'lga olish bo'yicha operatsiya o'tkazishni rejalashtirganini, biroq noqulay ob-havo tufayli uni kechiktirishga majbur bo'lganini bildirgan. Biz buni 4 kun oldin, 3-2 kun oldin amalga oshirmoqchi edik. Keyin birdan ob-havo o'zgardi va biz operatsiyani boshlash